در دانشگاه دولتی سمرقند جشن 90 سالگی عالم معروف استاد هزاران نفر شاگردان و آموزگاران پیشقدم دانشگاه دولتی سمرقند و یکی از دانشمندان که عمر عزیز خویش را بهر رشد علم و فن در ازبکستان صرف کرده است اکرمخان اعظمویچ شهیدی برگزار گردید. Fan sohasida u kishi juda ko'p yillik mehnatga ega. U kishi Dushanbeda ishlagan, yetuk olim bo'lib, ilmiy rahbar bo'lib, Moskva davlat iqtisodiyot universitetida aspiranturani o'tgan, o'sha yerda katta ilmiy xodim bo'lib ishlagan. Bundan keyin kelib Samarqandda hozirgi iqtisodiyot va servis institutida ishlagan. Undan keyin Samarqand davlat universitetiga kelib ishlagan. Bu kishi mana fakultetimizda necha yil dekan o'rinbosari bo'lib ishlagan, katta hayotiy va ilmiy tajribaga ega inson deb bilaman. Ustozimiz, tashkilotchi, yetuk olim Akram aka A'zamovich Shahidey domlani 1976-yil o'qishga kirganimda tanishganman. Shundan beri ustozni taniyman, hurmat qilaman, yetuk olim deb bilaman. Shuning uchun bugungi domlani tavallud ayyomı bilan qizg'in o'z nomimdan, oilam nomidan, tashkilot nomidan tabriklayman. Chorabini bosixona muqaddimaviy jonishini dekani fakulteti texnologiyaviy raqamli va intellekti sun'iy donishgohi davlati Samarqand Sanjar Qo'shbekov ovoz yofti. Tabriklaymiz. 90 yosh u sharafli hayot yo'li, boy tajriba, ilm fan va ta'lim rivojiga qo'shilgan ulkan hissaning قابل ذکر است که فاکولته ذهنی صنعی و تکنولوژی های رقمی دانشگاه دولتی سمرقند مرکز معاصر تعلیمی بوده. فعالیت آن با آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص و رقابت پذیر در زمینه همگرایی علم، اینوواسیا و معارف روانه شده است. فاکولته سال 2025 در اساس فاکولته سیستم‌های اینتלեկտואلی و تکنولوژی‌های کامپیوتری مطابق با طلبات ساحه معاصر رقمی از نو تشکیل کرده شد. تاریخ تشکل آن با فاکولته متماتیکای عملی که فعالیت خود را سال 1972 آغاز نموده بود میرسد. همین دور به مبالغه میتوان گفت که در تشکیل چنین فاکولته معاصر پیشقدم ریسپوبلیکا در قطار عالمان دیگری سمرقند سهم پروفسور اکرم شهیدی خیلی کلان است. اماکتوریم 90 به درآمدن، فرزندشون، نبیره‌شون الهی مکک فقط راحتش دیده گردم. همه وقت من اینکس فخر میکنیم انسانی خوب، انسانی علمناک، انسانی با معرفتی سمرقند جدایی هم فخر میکنم. من خدا رحمتی دادیم اماکتوریم الهیم همه وقت هم خیلی آدما اولادی ماهانم بچه ها نبیره‌ای هم خیلی شون الهی مککو همه وقت خرسند شده گردن اماکتوریم. الهی مکک همه وقت اینم زیاده شان 100 سالگیشون هم الهی انا اونیورسیت به نشان گیریم هم موقتی. پرورکتور اوید با کارهای خوانشی دانشگاه دولتی سمرقند احمد جان سالیف با سخن برآمده تبریکنامه رکتوری این درگاه با نفوذ ریسپوبلیکا رستم خالمرادوف را که با سبب عذرناک در چاره‌بینی اشتراک کردن نتوانسته بود خوانده داد. بعداً درباره لحظه‌های بهترین دانشجویی و رفت درس‌های پرمحتوای اکرم شهیدی نقل کرد. من اکرم A'zamovichni talabalik vaqtimdan bilaman. Akram A'zamovich himoyachilik 70-yilda Samarqand davlat universitetiga kelganlarida defenslar tenglamalaridan man 3-kursda o'qidim. O'sha vaqtda talaba edim. Haligi fakultetning rahbariylar nimalar o'qib kelib tanishtirdilar. Shunda bizlar o'sha spetslarga qatnashardik. Yaxshi biladilar. O'sha vaqtlarda o'shandan beri u kishi bilan juda munosabatimiz yaqin. Balki meni otam ham o'qituvchi bo'lgan, men ham otalar o'qituvchi bo'lgan, shuning uchun bo'lsa kerak. Lekin o'ta madaniyatli. Har bir haligi savolga javob bera oladigan, birorta bir haligi kamchiligini izlasangiz, kamchiligini topmaydigan shunaqa bir inson. Ajoyib pedagog edilar, zo'r darslar beradilar. Darslarga qo'yib qo'yganman. Universitetda hamma jamoat ishlariga qatnashib keladilar. 50 yildan ziyod Samarqand davlat universitetida ishlab keldilar. Shuning uchun Rustam Ibragimович bugun hurmatli prezidentimizning selektor majlislariga kirib qoldilar. Hozir shunaqa bo'lyapti ekan. Menga alohida telefon qilib aytdilar-ki, Ahmadjon aka, yuqori yerda boshqa bo'lish turasiz dedilar. Vaqt dedim. دکانی فاکولته ذهنی صنعی و تکنولوژی های رقمی فیض‌الله نظرов
мудири кафедраи моделисозии математикии донишгоҳи давлатии Самарқанд Бахтиёр Хуҷаёров, профессор фахрии меҳнат Сайфиддин Амридиновҳо дар бораи саҳми Акрам Азамович дар ташкили факултети зеҳни сунъӣ ва технологияҳои рақамии донишгоҳи номбурда ҳарф заданд. Antiqa voqea universitet dargohida mana shunday insonning zabardast domlaning 90-ligini nishonlash bu ancha-muncha odamga nasib etmaydi. Shuning uchun bu ulug' kun bilan men domlani tabriklayman. Men sizlarning nomlaringizdan hurmatli rektorimiz Rustam Ibrohimovga sog'lik salomatlik tilayman, chunki universitet hovlisida qadam qo'yishingiz bilan ko'nglingiz ochiladi. Auditoriyalarni, bu kompyuterli zallarni 30 mingdan ziyod talaba, bu tarixda bo'lmagan, bunaqa hech kim qila olmaydi ham. Domlaga sog'lik salomatlik tilayman. Akram Azamovga endi bu kishining faoliyati Baqtiyor Xo'jayev bilan gazetaga chiqardigan bu tahsinga sazovor. Akram Azamovichni Hotam To'rayevich Samarqanddagi faoliyatini men tasavvur qila olmayman. Hotam To'rayevich, Akram Azamovich ikkita qattiq insonparvar insonlar bu fakultetda fakult qilgan. Biz faqat davom ettirdik. Matematik modellashtirish, fizik modellashtirishga qisqacha ta'rifni o'qib eshitgan edik. Vedение прикладной matematika deganda. Mana hozir endi mana shu kafedra tashkil bo'ldi. Shu kafedrani zabardast olim, respublikada, dunyoda, Fransiya, Italiya, Germaniyada tanilgan taniqli O'zbekiston olimi Baqtiyor Xo'jayev boshlayaptilar. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Agarda ijozat bersalaringiz, men ikkita tabrik qilsam. Birinchi tabrik bu Samarqand davlat universiteti faxriylar kengashi raisi professor Suyun Amirich Karimov nomidan. Bu kishi bugun tadbirda tashkilotchilardan biri sifatida kelib Akram Azamovichni o'zlari tabriklashlari kerak edi. Lekin mana Ahmadjon So'rovich aytganday prezidentimizning selektori bo'lyapti. Bu kishi ham shu selektorga qatnashyaptilar. O'zlari bo'lmaganliklari uchun ikki qator mana shu narsani o'qib bersam agar ijozat bo'lsa. Qadrli Akram Azamovich, siz bugungi kunda mehr oqibatda e'zoz hurmatda nuroniylik gashtini surayotgan bo'lsangizda yuqori darajadagi madaniyatingiz va oliyjanob insoniy fazilatlaringiz bilan hamon barchamizga o'rnak bo'lib kelmoqdasiz. Sizning bosib o'tayotgan mazmunli hayot yo'lingizga barchamiz havas va iftixor bilan qaraymiz. Butunlay yangilanib borayotgan vatanimizda voyaga yetib kelayotgan barkamol avlod tarbiyasi kelajagi nurli mamlakatimizning ravnaqi yo'lida sizlar insonlar juda zarurligini yurakdan his qilamiz. Samtu faxriylar kengashi raisi professor Karimov Suyun Amirov. Men u kishini mo'g'ul bo'laman, shuncha vakolatga egaman. Davlat universitetiga kelganimda aynan mana shu kafedrada Akram Azamovich bilan yonma-yon ishlab boshlaganman. Ilmiy ish qilganlar Moskvada. Bu yo'nalish mutlaqo yangi yo'nalish. Va bugungi kunda ham u shu yo'nalishda juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Akram Azamovich bilan biz doim o'ylaymiz. Buturan mana 9-may arafasida uylariga borib Erkin bilan 9-may xotira va qadrlash kuni bilan tabriklab keldik. Bu o'tganlarda xotirladik. Akram Azamovichga esa borib turib sizga xizmatlaringizni mana yana bir bor esa qadrlashga keldik deb borgan edik. Men aytmoqchimanki, Akram Azamovichning xizmatlarini biz doimo qadrlaymiz. Doimo biz esimizda shu xizmatlarni qancha ko'p gapirsak shuncha oz. Shuning uchun men o'zi sal keyinroq so'zga chiqmoqchi edim. Yo'q, kafedrada ishlaganda shu kafedrada gapirsin degan taklif bo'lganligi uchun mehmonlarimizdan uzr so'rayman, savollar chiqib gapirayotganligim uchun. Bizni kafedramizning nomidan, sizni o'zingizning kafedrangizni nomidan tabriklarni qabul qilasiz, Akram Azamovich. Doimo sog'-salomat bo'ling. Doimo yurtni hurmatidasiz. Mana shu hurmatda bo'lib yuring. Bizni Samarqandimizda faxrsiz. Shuning uchun doimo mana shu hurmat, izzatda bo'lib yurishingizni biz
tilab qolamiz. Bizni kadrlarimizni tabriklar qabul qiling. Sog' salomat bo'ling. профессори филиали самарқандии университети технологияҳои ахборотии тошканд абдувалӣ қаршиев, профессор маҳмуд лутфуллоев, фахрии меҳнат ҷамшед насруллоевҳо низ олими математикро бо рӯзи шукронаашон табрик карданд. Акрам Азамович, men dastlab Akram Azamovich sizni Toshkent axborot texnologiyalari universiteti jamoasi nomidan tabriklamoqchiman. 3000 kishilik jamoa, professor, o'qituvchilar, talabalar jamoasi. Bu yerda sizning juda ko'plab shogirdlaringiz ishlaydi. Siz ularni ko'p tanimasligingiz mumkin, lekin ularning hammasi sizni tanishadi. Bu jamoada sizning pedagog ta'limdagi g'oyalaringiz, ishlatgan usullaringiz, texnologiyalaringiz o'z davomini topyapti. Shu yerda sizga atalgan bu jamoaning so'zlari yozilgan tabriknoma bor. Keyingi men so'zimning davomida Akram Azamovichni u kishining studenti bo'lib tabriklamoqchiman. Chunki men shu so'zga tayyorlanish uchun nima deyman ekan deb o'ylab qarasam, Akram Azamovich menga ustoz dars bergan paytdagi Akram Azamovich birdan xotiramga kelar ekan, saqlanib qolar ekan. Bu 1981-yilda metod optimizatsiya fani o'tilgan bizga, shu yerda 4-kursda bo'lganmiz. Men 20 yoshda bo'lganman, Akram Azamovich 45 yoshda ekan. Ana shu Akram Azamovich mening ko'z oldimdan hech qachon ketmagan. Ana shunday turibdi. Bu yerda bizning yaqinda shu 1983-yilda amaliy matematika fakultetini bitirgan talabalar, studentlarning uchrashuvi bo'lib o'tdi 16-17 mayda. Men u yerda shu Akram Azamovichning 90 yillik yubileyini eslatib o'tdim do'stlarimizga. Ularning hammasining xabari bor. Endi keyin e'tibor qildim, qani kim nima deydi Akram Azamovich to'g'risida, ustozlar to'g'risida. Shunaqa ekanki, men ularga hech kimga bildirmasdan bir 30 chog'li inson edik. Ular deyarli hammasi qanday qilib Akram Azamovichga imtihon topshirgan, qanday bu kishi bilan muloqot qilgan, hammasi aytib beradi, xuddi kechagidekda. Biron kishi biron narsani esidan chiqarmagan yigitlar, qizlar hammasi. Men shundan xulosa qildimki, va boshqa joyda ham shuni ko'p kuzatamiz. Akram Azamovich to'g'risida gapirgan odam faqat yaxshi gapiradi. Faqat ijobiy gapiradi. Faqat yaxshi gaplar gapiradi. Sababi bu kishi butun faoliyatida, butun hayoti davomida yaxshilik, o'zidan yaxshilik taratib, o'zidan yaxshilik tarqatib yurgan inson. Bitta rasmga tushamiz. Assalomu alaykum, hurmatli va mehribon Akram Azamovich. Biz sizni dastlabki shogirdlaringizdan hisoblanamiz. Siz amaliy matematika fakultetiga ishga kelganingizda bizlar sizni ko'z ochib ko'rganmiz, siz bizlarni ko'z ochib ko'rgansiz. Chunki bu fakultet o'sha paytda endi tashkil bo'layotgan davr edi. Demak, sizning jo'shqin yoshligingiz bizning endi hayotga kirib kelayotgan talabalik yillarimiz bilan bog'langan. Ikkita katta hayot. Birinchi hayot, siz iqtisod fanlari nomzodi, dotsent, katta bir ulug' shahar Moskva shahrida Central Ekonomika Matematический institutda Aleynik Ovod degan odam boshchiligida, shundaymi? O'sha ilmiy tadqiqot institutining zamdirektori edi o'sha. Iqtisod fanlari doktori. Rahbarligida
iqtisod fanlari nomzodi bo'lib kelgansiz. Biz bo'lsa endi talabalik yillarimizni boshlab sizni qo'lingizda tahsil ola boshlaganmiz. Naqadar go'zal hayot bo'lgan o'sha paytlar. Sababiki talabalik yillarni, dastlabki yillarni boshlashda sizday ulug', sizday mehribon, sizday ajoyib, sizday buyuk olimni qo'liga tushganmiz. Sizdagi bizga bo'lgan munosabat, sizni bergan bilimlaringiz, sizni bergan o'gitlaringiz bizning o'zimizning yutuqimizda, ya'ni 1971-yil amaliy matematika fakultetiga kirgan talabalardan 10 ga yaqin fan nomzodi, 3 ta fan doktor tayyorlangan. Bu hammasi sizning xizmatlaringiz. Siz qamaltoshingizda shunday qo'ygansizki, ilmni qanday egallash, ilmga qanday baho berish, uni qanday yo'lini olib borish siz tufayli bizga amalga oshgan. Buning isboti sifatida meni Moskvaga, o'sha Sentralniy ekonomika matematik institutga diplom yozishga yuborgansiz. To'g'rimi? Ana bu yerda men Bahoy Mirobod ikkovimiz o'sha Sentralniy ekonomika matematik institutda bitiruv ishi diplom yozib kelganmiz. Va uni muvaffaqiyatli amaliy matematika fakultetiga himoya qilganmiz. Sizni ko'nglingiz toza, ko'nglingiz oq, mehribon, yo'l ko'rsatadigan, maslahat beradigan va yaxshilikka undaydigan hislatlar ko'p. Shuning uchun ham siz umringiz uzoq. O'ylaymanki, sizning umringiz bundan da ziyoda bo'ladi. Bundan da katta yoshlarni ko'rasiz, yuzlarda kirasiz. Biz ham o'sha paytda Rahmat Jo'soyevich aytdilar, yoningizda turib, sizni ana shunday tabarruk yoshlaringiz bilan yoshingiz bilan tabriklash bizga ham nasib o'z foydasini deb qolamiz. Ikkinchi opalari mana onam bo'lgan. Ham o'zim ham o'xshaymanmi shu odamga? Yuzim o'xshaydi. Xarakterimiz ham 3 kun oldin telefon qilib, xarakterimiz ham bir deb o'zlari aytdilar menga. Demak, men ham yomon odam emas. Tug'ilgan kuningiz bilan sog' salomat bo'ling. Hozir muxbir aytdilarki, necha yosh tilaysiz u kishiga? Men dedim, qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Bitta rusga aytganki, дай бог тебе 100 лет degandan keyin aytibdiki, 100 лет это хорошо, но зачем ты ограничиваешь Бога degan ekan. Shuning uchun qancha ko'proq umr ko'ring. Bizlar xursand bo'lib yuramiz. Biron joyingiz og'rimasin. Muxbir so'radilarki, nima talab qilasiz u kishiga? Baxt, saodat, farzand, nevara-evaralarni huzurni ko'rib yuring demoqchiman. Faqat ozgina oyoqlari og'riyotgan ekan, shu oyoq og'riqam o'tib ketsin, boshqa paydo bo'lmasin. Sizlarga kattadan katta rahmat. Bugungi tashkiliy ishlar bo'yicha ijozat beringlar. Hammalaringizga rahmat aytishga. Yana bir marta Ahmadjon aka Soliyevni ham tabriklab qo'yay. Bugungi kun ham bugungi tug'ilgan kunlari bu kishniki. нутқи профессорони донишгоҳи давлатии Самарқанд Қадриддин Халилов, Нурали Муҳаммадиевҳо хеле пурмазмуну нотакрор буда, онҳо ҳам дар бораи нақши устод шаҳидӣ дар рушди илми шоҳи фанҳо математика сухан карда, соҳибҷашнро бо тӯҳфаҳо сарфароз гардониданд. Modellash ishlariga meni qiziqqanligim uchun ximik sifatida bu kishining shogirdlari va bu kishining tashabbuslari bilan akademik modellik nuqtai nazaridan Moskva ximiya texnologiya instituti bor edi, Mendeleyev nomidagi. Bilsalaringiz, Kafarov degan akademik bor edi. Shogirdlari Bayarin laboratoriyasiga ikkita shogirdlaringizni tushirdik. Va bu kishilar kimyoviy jarayonlarni matematik modellash bo'yicha ishlarni amalga oshirib, diplom ishini bajarib keldilar. Endi xuddi o'sha yerda
domla o'sha yerda boshqa bir narsa nimatilashib turgan ekanlar. U ham bo'lsa organizmda bo'ladigan kimyoviy jarayonlarni va shuning uchun ham va shuni sharofati tufayli mana 90 ga kirib yuribdilar. Nasib bo'lsa 100 yillikka kirganda ham shunday domlani ko'raylik. Bu kishini xizmatlari to'g'risida hamma gapirdi. Men sizlarni tabriklamoqchiman. Mana shu yerda auditoriyada universitetimizda matematiklarning darg'alari o'tiribdilar. Shu sizlarni tarbiyalashda, hayotda mana shunday ilm berishda, sizlarni shu natijalarga erishganlaringizda Akram Agzamichning xizmatlari juda katta. Shuning uchun ruxsat bersalar, shu kimyogarlar nomidan Akram Agzamichni ham chin qalbdan tabriklaymiz. Endi Akram Agzamich bilan bizlar oilaviy Xudoanda bizda oilamizda hozir eng kattasi Akram Agzamich bo'ladilar. Bu kishini ikkita ajoyib xislatlarni aytmoqchiman. Birinchi ajoyib xislatlari adolatli inson. Hayotda nima ish bajarmoqchi bo'lsak, hammasini bu kishi doimo adolat bilan yondashadilar. Ikkinchi ajoyib xislatlari qaysi ishni bajarmasalar doimo mas'uliyat bilan yondashishni talab qiladilar. Mana shunday ikkita ajoyib xislatlarni o'ylaymanki, shu auditoriyada o'tirgan barcha olimlarni, ustozlarni tarbiyalashda, o'zlarining oilalaridagi farzandlarni ham tarbiyalashda o'z hissalarni qo'shganlar. Bizlar oilamiz faxrlanib saqlatilgan oilamizda nima ishlar bajarmoqchi bo'lsak agar hayotda doimo Akram Agzamich bilan bizlar maslahat qilamiz. Endi kamgina oxirgi so'zimni aytay. Umar Xayyom aytgan ekanlar. Men bu hayotda yo'q edi. Bu hayot bor edi. Bu hayot mensiz yashadi. Men bu hayotda keldim. Bu hayot men bilan birga yashadi. Vaqti kelib men bu hayotni tark etaman. Bu hayot yana qoladi. Meni bu dunyoga ketishimda ma'no, maqsad nimadan iborat? Shu savolga bugungacha olimlar haligacha javob qidirishyapti. Lekin shu javoblardan yaxshisini bittasini Hazrat Ma'mun Jaloliddin Rumiy aytgan ekanlar. Mehmon Parvardigor bandasini shu planetaga yuborganda muayyan bir missiya topshiriq bilan yuborar ekan. İçindedir kitoblarida, fihi kitoblarida shuni yozgan ekanlar. Agar bandasi Alloh tomonidan berilgan o'sha topshiriqni, missiyani nimadan iboratligini anglasa va uni mas'uliyat bilan amalga oshirsa, demak bu banda bu hayotda baxt yashagan bo'ladi. O'ylaymanki, Akram Agzamich xuddi shunday baxtli insonlardan. Sababi sizlar, sababchi sizlarda shogirdlarni o'sha tarbiyalangan ustoz. Sizni biz doimo tabriklaymiz. Hamisha sog'-salomat bilan yuring. Doimo sizdan 100 yoshingizga ham shu yerga o'tirganlar hammamiz qatnash nasib qilsin. راهبر فیلیال سمرقندی اکادمی فنهای توران فرهاد احمدجانов از نام اکادمی نام برده با اکرم اعظمویچ نشان سرسینگی سپرد. Я безгранично рад быть сегодня в этом прекрасном зале. Все, что в жизни со мной произошло, я имею в виду в области образования, науки, все благодаря вот этой школе Самаркандского государственного университета. И важная ответственность в этом, важная заслуга сегодняшнего юбилея. Потому что Акрам Агзамич для нас, студентов математического факультета, был недосягаемой звездой. Человек, который из стен этого университета учился, работал в одном из ведущих экономических вузов не только Советского Союза, но и всей мировой учености. Поэтому он всегда был и остается для нас путеводителем. Позвольте от имени коллектива на сегодняшний день
ставшего известным популярным Академии наук Турон, которая объединяет более 300 высших учебных заведений не только в Узбекистане, но и по всему миру. Более 6 тысяч докторов наук. В уставе Низамда там написано, что главная задача Академии наук Турон – это достойно оценить каждого человека, который отдал себя науке, обществу, образованию. И это главная цель, до сих пор она преследуется. Поэтому позвольте еще раз выполнить эту главную миссию Академии наук Турон и преподнести вот этот вот нагрудный знак нашему юбиляру от имени Всемирной Академии наук Турон. Shu dargohdan ilm olib olim bo'lganlarni ruh arvohlari shod bo'lsin. Men faxrlanaman shunaqa tog'a-turam bo'lganda. Yuzdan ham oshib bizlarga bosh bo'lib yuring. 3 ta o'g'illari ham olim, Allohga shukr, mana hammalariga ilm berib. Inkas ham olim, ham hamma tarafa, ham psixolog, inkas hamma tarafa, inkas juda voy insoni nek meboshan. Chunki yaktekak bobom va inkas pisar budan, ba'di 5 ta دختر دنیا با اومدگی طاقتره ازم خون شهیدی بودن و بابام خدا رحمتی اون کسا ماتماتیکی بزرگ بودن جیانشون من نصرالله فتح‌الله خان من دادیم توغو برفته اون کسا ماتماتیک شده کار کردگی سالهای سال ابکم سکرتر شده کار کردگی من هم من نیوره هم موشون خوندگی خدا بشکر من همزنین توغویا همزنین جیانشون بودم و فخرلانی میکنم من خودم وراج پدیاتر وراج دخترمم یکتیش وای ماتماتیک دادیشم من همین اولاد به همین جبه شوردیف عبدالخلیل گفتگی کاندیدات ناوک دادسین بودن همینجا خدمت کردگی پشتی هم کس دخترشون همینجا یک تا نیوریم همینجا ماتماتیک نوزمه خون و کدام من فخرلانی میکنم الهیم همین توقیتره از صد هم گذارن الهیم مهنتاشون رو هشتا همه وقت روزکوی نیست که بچه کوشون و نیوراشون بینن پسری کلونشون من با هم دوموتره هم پسرم نیست نمیگم جدو بچه‌های نقص همینو همشون با نقص تربیت دادگی و توقیتره همه وقت سوخ سلامت گردن سرمو با کوه برین مصلحت گوی شده گردن مرکو با همه جا با الهیم سوخ سلامت برده فقط دواگویی مهون شده گردن ҳамин тавр дар чорабинӣ устодону шогирдон олимону профессорон инчунин вакилони сулолаи машҳури шаҳидиҳо ки акрамхон аъзамович аз он авлоди шинохтаи ҷаҳониянд иштирок карда таъкид намуданд ки натиҷаи меҳнати босамар дониши баланди мустаҳкам ва талоши пайваста баҳри тарбияи насли наврас натиҷабахши дастоварди имрӯзаи олим мебошад. албатта ман худама хушбахт ҳисоб мекунам سه تا پسر دارم سهشم همش образование نقص ویشی کمش ویششم پروفسور یکتش مایدچش دیگران کاری تدبیر کاری میکنن من نوکد خورسان چند تا نبریو هم خیلی آسان هم نوکد گشتی پیریه گذراندگی سادگی منه порядка 60-70 научных статей. Они о новых математических методах применения математики. У меня специальность такая, применение математики, решения различных отраслей народного хозяйства. Вот. И факультет такой был у нас, и я несколько лет был заведующим кафедрой, замдеканом факультета. В этом направлении мы работали с друзьями. Приезжали, вот, которые кончили наши же Новосибирск, Москву и так далее. Тогда это новшество было у нас, это математика в экономике. В Москве тогда существовал Центральный экономико-математический институт, где мы были первыми аспирантами. Там же окончил, там же защитил диссертацию. Математика, само собой, применяется во всех отраслях народного хозяйства. Но это еще новейшие методы математики.
другие, не традиционные математики, а другие, там новые, совершенно новые. Нужно всегда заниматься чем-нибудь, быть занятым, кроме своей специальности, нужно, значит, обратить внимание на семейные отношения, чтобы дети учились, у них голова более свежая, там, чтобы новые вещи они там разрабатывали так. В этом направлении, направление мы можем давать, общее такое. Сила есть, но немножко меньше, чем в молодости. Но будем стараться. Да, будем. Самарқан родес медоре. Самарқан аjoyib shahar. Ajoyib. Amin. Gijo ki bir rayet agar shuma az gijo muftan man bisyor shaharoi Rossiyadagi зарубеж shaharovaradagi gijo немножко расскажите о них, чем это и так далее. Так что я восхищаюсь тем, что да, Самаркандом. дар навбати хеш мо низ ба ин марди ҷавонқалу хиратманд олими машҳури дунёвӣ Акрам Азамови Шаҳидӣ саодатмандӣ сарфарозӣ сарбаландӣ умри дарози пурбаракат ва беҳтарин лаҳзаҳои зиндагониро таманно дорем ва мегӯем ки устоди муҳтарам албатта чун ҳамешагӣ 100 сола шаведу баъд аз он пир шавед.